Muxtarjon aka, to'xtab turing aka, endi shu joyga oldinchilaringizga bitta o'tsalar. Sinov tashlaymiz, to'xtaqa. Hop. Videoni orqacha ko'rgan odamlar şeydan bilamiz aka. Hop. Buni 10 tonni olsa aka, 84 dandimmi? Aha. 100 ming emas, yana 200 ming o'tib beraman. 72 ga ham chiqarib beraman aka. 71 ga ham chiqarib berishim mumkin aka bitta. 71 ga bitta chiqarib beraman. Hammaga assalomu alaykum. Chorvoz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari, xunojin, yosh buqa ishqibozlari. Aziz obunachilar, bugun 13-aprel haftaning yakshanba kuni, dam olish kuni. Hammalaringga maroqli o'tsin deb qolaman aziz obunachilar. Bugungi video syomkamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on Sariqishloqdan o'sha mashhur arzonchi optimchi Doniyorbek ukamizni mol firmasini olib boryapmiz aziz obunachilar. Puli arzon variantda boqma buqalardan, xunojillardan kelgan akalar bugun. Videoni diqqat bilan e'tibor bilan oxirigacha kuzatasizlar. Xudo xolasa akalar, narxlari ham arzon narxda bo'ladi. Qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqishga shoshilaverasizlar akalar. Bunaqangi arzon variantdagi mollar har doim ham kelmaydi akalar. Oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib, videoni keng tarqalishiga yordam berib turasizlar. Akalar, to'liq ma'lumotni Doniyorbekdan chiroyli qilib yoritib beramiz. Hurmatli obunachilar, ko'p aka-ukalarimiz kommentariyaga yozib, boqma buqalarni puli arzon joyidan bo'lsa chiqaring degan akalarimizga bir jup buqani arzondan bor ekan akalar. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, narxi ham xudo xolasa bonus bo'ladi. Mana bu tarafida xunojillar Doniyorbekda har doimgidek arzon bo'ladi akalar. Assalomu alaykum. Like bosib turasizlar. Assalomu alaykum obunachilar. Aka, xohlasa bugunga molimizni va ortiqcha ko'p emas. Endi biz uchun-da, nima desam, endi biz 40 ta 50 ta molni sotavergan qolamiz aka. To'g'ri. 18 ta molimiz bor aka. 18 bosh. 16 ta xunojin, 2 ta novaz. Videoni orqacha ko'rsa aka, like bosib tursin, arzon qilib beraman aka. Narxlar arzon Atrofga bo'ladi. qaraganda aka, sizlarning darajada arzon bo'ladi. Obunachilar o'zlari ham bilishadi, mol kamayib qoldi. Aziz obunachilar, o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'p syomka ham chiqarmayapmiz mollardan, ayniqsa xunojillardan akalar. Tagi kamayib qoldi. Narxlari lekin oshib ketgani yo'q akalar. Narxlari xudo xolasa arzon. Narxlari olib boqqondan baraka topadigan narxda. Lekin kelish soni kamayib qoldi aziz obunachilar. Shuning uchun akalar, yaxshi niyatda Dalaba xunojillardan olaman yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, Doniyorbekka aloqaga chiqishga shoshilaverasizlar. Xo'p, Doniyorbek, birinchi partiyasi nechta mana shu bog'lovda turganlari? Mana shu yerdagi 10 ta yirik. 10 dona Yirik. mana bir xilda standart akalar. Mollarga e'tibor bersanglar, oyoq qo'li uzun, eti ozg'irroq akalar. Dalani moldi. Mana yem yemagan. Mollarning hammasini sifati bor, ko'chati bor. Xudo xolasa yaxshi niyatda boqaman degan akalarimiz bo'lsa, tavsiya qilib qolamiz. Yeb ichishi, sog'lik, salomatligiga garantiyasi berishadi. Xudo xolasa olgan odam xursand bo'ladi. Mana. Doniyorbek, bular yosh oyligi qanaqa o'rtacha? Yosh oyligi 6-7 oylik atrofida. 6 oylik pirisi deb hisoblayverasizlar akalar. Musofirdan kuzatayotgan obunachilarimiz, uzoqdan ko'rayotgan akalarimiz bo'lsa, telefonda katta ko'rinib qolmasin akalar. 6 oylik atrofida mana bo'ylarini ham bir qator o'lchab ko'rsatamiz. Xudo xolasa yeb ichishlari zo'r akalar. Somon deb turgan. Mana bo'yiga ham e'tibor berasizlar akalar. Metr yerda. Mana metrni past tarafi 1.7, 1.6 santimetr ekan-da Doniyorbek aka. 1.5 pilis ekan aka. 1.5, 1 metrdan baland bo'yi, 1.5 santimetr atrofida. Lekin mana akalar, mana yo'g'onligiga e'tibor bering mana. Tos suyagi mana. Mol haqiqatan yo'g'on mollar hammasi. Eti ozg'irroq akalar. Endi ushlab ko'rsalang bilasizlar. Tepasiga kelib ko'rib olaman degan akalarimiz bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, lakasani tashlab berishadi. Mana. Inchasi aka 1 pilis. 1 pilis ekan, 1 metr 2 santimetr atrofida ekan. Mana old tarafidan ham ko'rasizlar akalar mana. Tumshoqlari toza oq tumshoq. 10 ta dedingiz-a? 10 tasi bir xilda standart ekan. Xo'p, Doniyorbek, 10 tasini bir joyda olaman degan akalarimiz bo'lsa, narxini nech puldan qilib berasiz? Bir joyga olaman degan odamga aka 8,5 ni nasi 84 ga beraman. 8 million 400. 8 million 400 ming so'mdan xayri bor aka, telefon qilishaveradi. Xayri bor. Xayri bormi, kami bormi Doniyorbek? Xayrini qilib beraman aka. Kamini qilib berasiz. Ashaddiy chorva o'sgan Allah obunachilar. Kamini qilib beraman aka, telefon qilishaveradi. 8 million 400 ming so'mdan kami bor akalar. Telefon qilib savdosini bemalol qilaverasizlar. Mana. Telefon qilinglar akalar, xudo xolasa ish bitadi. Endi mana bu tarafida 6 ta yoshroqlaridan akalar. Mana. Puli ham shunga yarasha bo'ladi akalar. Hamma joyda narx-navo bir xil akalar. Mana e'tibor berasizlar. Oshcha qimmat emas, narxlar bozordan arzon akalar. 95 ekan men oldida. 5 ta buni to'sib 95 santimetr yerdan balandligi. Yetishmas, endi. Mana olib o'lchaymiz.
Salkam 1 metrda. Ozgina ekan 1 metr, lekin jonivor nihoyatda xo'raygan mana shu Donyorbek. Qorni to'lib ikki tomonga chiqib turibdi ekan mana. Charchoqlari chiqib qolibdi. Akalar mana shular ham xuddi shu holatga keladi. Mana qorni chiqib yo'g'ollaydi mana. Mana bu yerda endi mol soni ko'p bir jonivorlar to'yib ovqat yeyolmaydi akalar. Hop, bu partiya narxi necha puldan Donyorbek? Bu partiyani aka narxdan 1 milliondan o'tib gapiramiz aka. Necha puldan? 74 dan bo'ladi. 74 dan. beramiz. 7 million 400 mingdan Kamini qilib beramiz. kamini qilib berasiz. Sizlar beramiz, telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi aka. Akalar pastdagi raqam sizlarda xizmatlaringiz bo'ladi. Bemalol telefon qilib savdosini qilasizlar akalar. Oz-moz tushib beriladi. Endi aytilgan narx muhim emas akalar. Mana aytilgan narxlardan ozginadan baribir savdo sunnat deydi, to'g'rimi Donyorbek? Ha, aka aytganman, so'ragan nima yo'q. Savdo qilasizlar. Bir joyda olib qo'yaman degan akalarimiz bo'lsa ham akalar hammasi bitta yuraveradi, hammasi. Zagon qilib qo'yaveraman degan akalarimizga. Mana bu tarafida endi o'sha videoni boshida va'da qilingan ikkita boqma buqa akalar. Sizlar ko'rinyaptimi aka? Mana bo'yi 1 metr ekan, 1 santimetr kam. 1 kam 1. Bunisi 1 pilis ekan. 1 metr pilis. Qo'yig'i suyuqqa 1 metrdan atrofida. Lekin mana orqa taraflari bo'ladigan keng. Bilis ko'tmas aka, adolsa yaxshi qo'vash. Kelish. Lekin yosh narsa, o'sarma akalar. Bir xil paytda o'zgaradi, o'zlaring ham hayron qolasizlar lekin. Haqiqatdan oborib bir qator vitaminlarni berib, ozginadan kepagini bersalar akalar, nihoyatda chiroyli o'zgaradigan buqalar kelasi ham. Buqalar narxi necha pul Donyorbek? Aka, bularning narxini endi 10 million, 10 million deb olib qochmayman, undan qimmat olib keladi juda. 9,5 dan hayrini qilib beraman aka bular. 9 million 500 mingdan o'tib beriladi. O'zi akalar 10 millionni pastida boqma buqa ham qolmadi mana. 9 million 500 mingdan kami bor. Donyorbek, sotiladigan narxini ayting, bir kishiga berasiz, xudo xohlasa shu ikkalasini. 100 ming emas, 200 ming o'tib beraman aka. 200 ming so'mdan. 200 ming o'tib beraman. Mana 9 million 300 ming so'mdan akalar. Telefon qilaveringlar, bemalol. Mana. Tepasiga kelib ham ko'rib olinglar. Nuqta orqalari bonus, pulini tayyor qilib oldim desalar akalar mana shunday holatda boradi, uyingizda kutib olaverasizlar. Pulini qo'llaringizda ushlab tursalar bo'ldi akalar. Arqam chiqmaysizlar, nuqta chiqmaysizlar. Shu holatda shundaycha berishadi akalar. Mana. Donyorbek, xudo xohlasa telefon qilsa, obunachilarni ishini bitirib berasiz. Aka, chiroyli qilib hemen xursand jo'natamiz aka. Uyimizga uyimizga kelib ko'rsa, lakasa tashlab beraman aka. Realniy bo'ladi. Bemalol fermaga kelib ko'rib olasizlar akalar. Hammasini ham kamini qilib berasiz Donyorbek, mana shu partiyalarni. Aka, kamini qilib beramiz. Men unisi o'ylanishmas aka, emas, o'ptim olishsa aka chiroyli qilib o'tib beraman. Tanlab olsa kelishiladi. Holat. Pozitsiyalarni ham aytib qo'ylik imkon bo'lsa. Donyorbek, misol uchun eng zo'ridan 4 ta yoki 2 ta tanlab olsa necha pul? Aka, bulardan endi zo'rdan tanlab olishsa aka, 3 ta 4 ta olishsa 8,5 ming ustida ish bitadi. 8,5 ming ustida ish bitadi. Ha, ochiq o'yda gapirish kerak. Endi o'zim chiqarib beraman aka, 8 milliondan chiqarib beraman. 8 milliondan. Bittami? Kami 8 millionga bitaveradi akalar. 8,5 ming ustida aka. Lekin mana shu nojo'ya eng kichkinasi bo'lgan mana akalar sifati a'lo darajadagi. Mana bular ham xuddi shunaqa. Bular ham aka, ichidan bitta mana shu oq qo'ra olsa, Aha. olamni o'zini olishsa 7,5 ming ustida. 7,5 million ustida. Endi ichidan o'zim bitta kichikroqni chiqarib beraman aka. Eng ozgina. Akalar telefon qilib bemalol bog'lanaveringlar. Shu bilan akalar bugungi syomkalarimiz yakuniga yetdi. 8 million 200 dan. 10 tasini olishsa. Hop. Dollarni olishsa aka 73 dan qilib beraman. 7 million 300 dan. 7 million 300 mingdan. Mana ikkita novosni olishsa aka 91 dan qilib beraman. 9 million 100 ming 9 dan. million 100 mingdan agar aka videoni to'g'richa ko'rib, telefon qilsa aka men ishdan bilib olaman, uka. 10 talig'ini 84 dan qo'ygan ekansan deysa, demak videoni oracha ko'rishmagan bo'ladi. 82 dan qo'yibsan deysa, demak oracha ko'rgan bo'lishadi. 8 million 200 Mana dan. bilamiz aka. Oxirigacha ko'rgan obunachilarimizga like bosgan akalarimizga bonuslari bor. Kutilmagan ish bo'ladi aka obunachilar. Akalar telefon qilib bemalol bog'lanaveringlar. Shu bilan bugungi syomkalarimiz yakuniga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.